Hozir biz turgan joy 8 yil avval tashlandi hudud bo'lgan. Davlatimiz rahbarining e'tibori natijasida muhtasham Buxoro Universal sport majmuasi qad rostladi. Bugungi dasturimiz davomida ushbu majmuada yaratilgan shart-sharoitlar, aholini, ayniqsa yoshlarni sportga jalb etish borasida amalga oshirilayotgan ishlar xususida so'z yuritamiz. Majmua o'z nomi bilan universal bo'lib, futzal, voleybol, basketbol, gandbol, kurash, boks, dzyudo, taekvondo, gimnastika va boshqa sport turlari bo'yicha musobaqalar va mashg'ulotlarni o'tkazish uchun mo'ljallangan. Mazkur obyektning loyiha qiymati 320 milliard so'mni tashkil etdi. Unda xalqaro andozalarga mos qurilish materiallari ishlatilgan. 74 metrli metall uskunalar, xorijdan eng so'nggi rusumdagi ovoz uzatish tizimi o'rnatilgan. Prezidentimizning 2017-yil 6-maydagi 2961-son qarorlariga muvofiq yurtimizning ikkita hududida Andijon va Buxoro viloyatlarida mana shunday universal sport majmualarini qurish ishlari boshlangan. 2017 va 2023-yillar davomida, ya'ni 6 yil davom etgan qurilish ishlaridan so'ng Buxoro shahrida ham mana shunday muhtasham universal sport majmuasi foydalanishga topshirildi. Mazkur majmuada shaxmat, shashka, boks, gimnastika, sport kurashlari, voleybol, basketbol, tennis va futzal bo'yicha mashg'ulotlar bir vaqtning o'zida o'tkazilish imkoniyatiga ega. O'tgan yillar davomida mazkur majmuada ko'plab xalqaro va nufuzli musobaqalar o'tkazildi. Kalendar rejaga muvofiq bosqichma-bosqich biz bu yerda xalqaro nufuzli musobaqalarni o'tkazishni ko'zda tutganmiz. Umuman olganda, prezidentimiz tashabbuslari bilan bunyod etilgan mazkur majmuada buxorolik sportchilar muntazam ravishda shug'ullanib, kelgusidagi xalqaro va nufuzli musobaqalarda yuqori natijalarni qayd etishlariga ishonamiz. Buxoro shahrida barpo etilgan mazkur inshootni qurish jarayoni bir nechta bosqichda amalga oshirildi. Loyiha zamonaviy arxitektura va muhandislik talablari asosida ishlab chiqilib, hududning iqlim sharoiti hamda seysmik xususiyatlari inobatga olindi. Asosiy arena yopiq tipda barpo etilib, zamonaviy metall konstruksiyalar, issiqlik va ovoz izolyatsiyasi tizimlari o'rnatildi. Ichki bezak va jihozlash ishlari xalqaro standartlarga mos ravishda amalga oshirildi. Qurilish jarayonida energiya tejamkor texnologiyalardan foydalanildi. Bu esa majmuaning ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirishga xizmat qilmoqda. Buxoro Universal sport majmuasi 2017-yildan qurilish boshlandi. 2024-yilga kelib o'z nihoyasiga yetdi. 2024-yilning sentyabr oyida Universal sport majmuamiz Buxoro davlat universiteti hisobiga o'tkazildi. 2024-yil sentyabrdan boshlab bu yerda sport fakulteti o'z o'quvchilariga, talabalariga dars berib kelmoqda. O'quvchilarimiz uchun barcha kerakli shart-sharoitlar yaratilgan. Zamonaviy talablarga hammasiga javob beradi. Binomiz undan tashqari katta tadbirlar, musobaqalar, konsertlarga mezbonlik qilib kelmoqda. Bu yerda hamma zamonaviy multimedia sohasi, audio sohalar, isitish, sovutish tizimlari hammasi zamonaviy jihozlar bilan boyitilgan. Universal sport majmuamiz har doim o'quvchilar uchun, yosh sportchilar uchun doim eshiklarini ochib, barcha kerakli sharoitlar yaratib qo'yilgan. Bugungi kunda ushbu majmuada qanday sport turlari bo'yicha mashg'ulotlar olib borilmoqda? Bugungi kunda yoshlar uchun asosiy futzal bo'yicha yoshlarimiz uchun kerakli bilimlar o'rgatilib kelmoqda. O'z trenerlardan tashqari Buxoro davlat universitetining bu mutaxassis o'qituvchilari kerakli taktik yondashuvlar bilan birga ularni taktika o'rgatib, mahoratlarni oshirib kelmoqdalar. Undan tashqari boks bo'yicha shug'ullanishga imkoniyatlarimiz bor. Qo'l jangi bo'yicha futzal, gandbol, voleybol, basketbol, umumiy barcha sport turiga javob bera oladi binomiz. 2025-yilning so'ngida futzal bo'yicha O'zbekiston-Rossiya o'rtoqlik uchrashuvlari ham xuddi shu binoda o'tkazildi. Mana bugungi kunda majmuani o'sha ushlab turish, qo'llab-quvvatlash borasida qanday ishlar amalga oshirilyapti? Ya'ni saqlab turish ma'nosida, moddiy texnik bazasini umuman. Saqlab turish borasida bu jismoniy tarbiya fakultetimiz Buxoro davlat universitetining hisobida kerakli shart-sharoitlar hammasi universitet tomonidan bizga ta'minlab qo'yiladi. Doimiy ishlab turish bo'yicha javobgar olmish kishi bor, ishlaydi shu yerda. Ya'ni ular doimiy faoliyat yuritishadi. Buxoro Universal sport majmuasi nafaqat sport arenasi, balki ijtimoiy faollik markaziga ham aylandi. Unda sport tadbirlari o'tkaziladi. Ushbu inshoot mintaqada jismoniy tayyorgarlik va sog'lom turmush tarzini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.
Bu yerda sportning 22 ta turi bo'yicha mashg'ulotlar olib borish uchun imkoniyatlar yaratilgan. Aynan mazkur arenada futzal bo'yicha mamlakatimizda tashkil qilingan jahon chempionatining qator bahslari bo'lib o'tgan. Arenada shuningdek 4000 kishiga mo'ljallangan manej, sport zallari va boshqa o'quv mashg'ulot xonalari o'rin olgan. Majmua ko'p maqsadli arena bo'lib, ixtisoslashtirilgan mashg'ulot maydonchalari, jang san'ati zallari, fitness zonalari, kiyinish xonalari, tibbiy xona va ma'muriy ofislarni o'z ichiga oladi. Bir vaqtning o'zida bir nechta mashg'ulotlarni o'tkazish uchun sharoitlar yaratilgan. Yoritish, shamollatish va akustika yuqori darajadagi turnirlar talablariga javob beradi. Davlatimiz rahbarining 2024-yilgi futzal bo'yicha jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rish va o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq mazkur inshoot Buxoro davlat universitetiga operativ boshqaruv huquqi asosida berildi. Bu esa bugun majmuada jismoniy madaniyat va sport faoliyati yo'nalishida kadrlar tayyorlash tizimini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qildi. Bizda mana hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan 2024-yil 1-oktyabrdan boshlab Buxoro davlat universiteti jismoniy tarbiya va sport fakulteti o'quv jarayoni, amaliy jarayonlarini mana shu universal sport majmuasidan boshladi. Hurmatli prezidentimizga tashakkurnomalar bildiramiz. Albatta bizda fakultetimizda 14 ta sport turi mavjud. Fakultetda 2 ta kafedra, sport nazariyasi kafedrasi va sport faoliyati kafedrasi mavjud. Bularda 52 nafar professor o'qituvchilarimiz faoliyat ko'rsatadilar va 1300 dan ortiq talabalarimiz mavjud. Bizda asosan mana shu universal sport majmuasida juda katta nufuzli sport musobaqalari o'tkazildi. Qolaversa, jamoaviy sport turlari bo'yicha, yakka kurash turlari bo'yicha nufuzli o'rinlarni egalladik. Bulardan misol keltirib aytadigan bo'lsak agar, Universiada 2025-yilda respublika bo'yicha Buxoro davlat universiteti jismoniy tarbiya va sport fakulteti 2-o'rinni egallardi va shu bilan birgalikda bizda jamoaviy o'yinlardan voleybol sport musobaqalari, qizlar, yigitlar barchasi 1-liga basketbol o'yinlari va gandbol o'yinlari ham jamoaviy guruhimiz mavjud. Ular nufuzli o'zlarining 5 tashabbus talabalar ligasi, universiada sport musobaqalarida faol ishtirok etadilar. 2 karra paralimpiya chempioni Sherzod Namozov boshchiligida murabbiyligida darslar, amaliy, nazariy darslar olib borilmoqda. Shu bilan birgalikda sportning boks turi bo'yicha Abdumalik Xalaqov olimpiada chempioni bizda 2-bosqich magistr hisoblanadi. Bizning rejamiz shundan iboratki, yakka kurash sport turlari bo'yicha, jamoaviy sport turlari bo'yicha olimpiadaga ishtirok etib, 2028-yil Los-Anjelesda bo'ladigan olimpiadada faol ishtirok etib, nufuzli o'rinlarni egallab, kamida bir 4 nafar talabamiz ishtirok etadi degan umiddamiz. Prezidentimiz tashabbuslari bilan albatta berilgan bu universal sport majmuasi albatta kelajak yoshlar uchun. Bugun talabalar zamonaviy sport infratuzilmasida amaliy mashg'ulotlar o'tash, musobaqalar tashkil etish jarayonida bevosita ishtirok etish hamda nazariy bilimlarni amaliyot bilan mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Universitet tasarrufiga o'tgach, majmuada o'quv mashg'ulot jarayonlari ilmiy yondashuv asosida yo'lga qo'yildi. Sport pedagogikasi, murabbiylik faoliyati, sport menejmenti va sog'lomlashtirish yo'nalishlarida mutaxassislar tayyorlashda zamonaviy metodika va texnologiyalar qo'llanilmoqda. Mana prezidentimiz tashabbuslari bilan tashkil etilgan Buxorodagi mana shu ulkan sport majmuasida bizni ko'chib o'tishimiz hamda buni universitetga taqdim etilishi hamda talabalarimiz shu yerda tahsil olayotganligi juda quvonarli hol bo'lib hisoblanadi. Shuning bilan birgalikda bu bizga juda ham katta mas'uliyatlar yuklaydi. O'z ustimizda ishlash, ta'lim jarayonini yangi bosqichga olib chiqish, yangi renessans poydevori bo'lmish yoshlarga ta'lim-tarbiya jarayonini hamda yuqori sport natijalariga erishishga bevosita xizmat qiladi ushbu sport majmuasi. Demak, hozirgi kunda kafedramizda asosan yakka kurash sport turlariga ixtisoslashgan ta'lim yo'nalishlari talabalar tahsil olmoqda. Bu yerda dzyudo, boks, kurash, erkin kurash, qo'l jangi, taekvondo, adaptiv jismoniy tarbiya sport yo'nalishlari hamda sport psixologiyasi ta'lim yo'nalishlarida talabalar tahsil oladi. Mana shu manejda, ya'ni sport majmuasida demak bizning kafedramiz joylashgan. Sport majmuamizda demak ta'lim jarayonini olib borish uchun, nazariy hamda amaliy mashg'ulotlarni olib borish uchun barcha sharoitlar yetarli. Hozirgi kunda demak 2 ta ilmiy laboratoriyamiz ham faoliyat olib boryapti. Bizda hozirgi kunda
olimpiadaga tayyorgarlik ko'rayotgan 10 ga yaqin dzyudochilarimiz, bokschilarimiz tahsil olmoqda. Ular nasib kelgusi 28-yil olimpiada o'yinlariga xudo xolasa yurtimiz bayrog'ini yuqorilarga ko'tarishda o'z hissasini qo'shadi. Abdumalik Xalakov nomiga demak boks zali ochilgan. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan maxsus boks zali, barcha jihozlar bilan zamonaviy talablarga javob beradigan boks zali ochilgan. Shuning bilan birgalikda taekvondo, kurash turlari bilan shug'ullanish uchun ikkita mini zal bu yerda o'z faoliyatini olib boryapti. Shuning bilan birgalikda 10 ga yaqin sport turlaridan sport to'garaklari faoliyati yo'lga qo'yilgan hamda bu o'sha aholimizni sog'lom turmush tarziga qiziqtirishda, sog'lom turmush tarzini aholi orasida yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Oliy ta'lim muassasamizning qariyb 50% talabalari hozirgi kunda ommaviy sport bilan doimiy ravishda shug'ullanib kelyapti va bizni o'sha sport to'garaklarimizda ham bu jarayon jalb qilingan. Shu tariqa arena nafaqat musobaqalar o'tkaziladigan inshoot, balki jismoniy madaniyat va sport sohasida yuqori malakali kadrlar tayyorlashga xizmat qilayotgan muhim o'quv-amaliy markaz sifatida faoliyat yuritmoqda. Buxoro universal sport majmuasidagi kiyinish xonalari xalqaro musobaqalar o'tkazish talablari darajasida jihozlangan. Majmuada shuningdek zamonaviy jihozlangan yig'ilish va matbuot anjumanlari zali ham faoliyat yuritadi. Ushbu zal yirik sport musobaqalari, rasmiy tadbirlar, seminarlar hamda ommaviy axborot vositalari bilan uchrashuvlarni o'tkazish uchun mo'ljallangan. Xona qulay o'rindiqlar, minbar, konferensiya stoli hamda zamonaviy ovoz kuchaytirish tizimi bilan ta'minlangan. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari vakillari uchun alohida ish joylari tashkil etilgan. Ushbu hudud musobaqalarni tezkor va sifatli yoritish uchun barcha zarur texnik imkoniyatlar bilan ta'minlangan. Sharhlovchilar uchun alohida kabina ajratilgan. Ular ovoz izolyatsiyasi va zarur texnik uskunalar bilan jihozlangan. Bu esa to'g'ridan-to'g'ri efirlarni uzatish va professional sharh berish imkonini ta'minlaydi. Bu tajriba jahon chempionatida hamkasblarimiz tomonidan keng qo'llanildi. Majmua tarkibida rasmiy mehmonlar va faxriylar uchun mo'ljallangan zamonaviy VIP zal ham mavjud. Ushbu hudud yirik sport musobaqalari, xalqaro turnirlar hamda rasmiy tadbirlar vaqtida yuqori martabali mehmonlar uchun xizmat qiladi. VIP zal arena maydonini to'liq ko'rish imkonini beruvchi qulay joylashuvga ega, yumshoq o'rindiqlar, alohida kirish-chiqish yo'lagi, xavfsizlik tizimi hamda xizmat ko'rsatish hududi tashkil etilgan. Ichki interyer zamonaviy dizayn asosida bezatilgan. Majmuada voleybol va basketbol mashg'ulotlari ham doimiy ravishda olib borilayotganining guvohi bo'ldik. Mashg'ulotlar tajribali murabbiylar tomonidan o'tkaziladi. Dastur boshlang'ich tayyorgarlikdan tortib texnika, taktika, jismoniy tayyorgarlik va jamoaviy o'yin ko'nikmalarini rivojlantirish bosqichlarini o'z ichiga oladi. Har bir sportchi individual rivojlanish rejasiga muvofiq mashg'ulotlar bilan ta'minlanadi. Shuningdek, yoshlar shahar, viloyat va respublika miqyosidagi musobaqalarda ishtirok etish imkoniyatiga ega. Bu esa ular orasidan professional sportchilar yetishib chiqishiga xizmat qiladi. Buxoro universal sport majmuasi nafaqat yoshlar, balki shahar aholisining boshqa qatlamlari, jumladan yoshi ulug' insonlar orasida ham katta e'tirofga sazovor bo'lmoqda. Ular majmua faoliyatini yuqori baholab, yurtimizda so'nggi 8 yilda amalga oshirilgan ishlarni g'urur bilan tilga olishmoqda. Ushbu sizlar ko'rib turgan bino 6-7 gektarga yaqin hudud, paxta zavodiga tegishli korxonalar, shaharni janubiy sharqiy tomonlarida butun chang, ob-havo shaharning ekologiyasini buzib, mana shu yerda shu bir ko'rimsiz holatda edi. Mana shu 2017-yildan keyin qurilish ishlari boshlanib, shaxsan prezidentimizning tashabbuslari bilan mana shu yerda universal sport majmuasi qurilishi boshlandi. Hozir mana shu 7,5 gektarga ega territoriyada universal sport majmuasi binoni o'zi 1,5 gektarga joylashgan. Atrofidagi yerlar hozir yerlarda turli xil 10 mingdan ortiq ko'chatlar ekilgan, obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Hozir shaharning eng ko'rkam hududlaridan sanaladi. Hozir yozni issiq vaqtda, jazirama vaqtda shahar aholisi kelib mana shu yerdan dam olib, mana shu archalardan, soylardan dam olib kelmoqdalar. Bu yerda shu vaqtgacha bir qancha tadbirlar, katta tadbirlar o'tkazildi. 2 marta jahon chempionati o'tkazildi. Hozirgi kunda viloyatimizning eng ko'zga ko'ringan sport majmuasi bo'lganligi sababli hamma asosiy tadbirlar mana shu yerda o'tkazilmoqda. Bolalarga kanikul bo'lgan vaqtlari mana shu yaqin atrofdagi hamma mahallalardan grafik asosida kelib mashg'ulotlar o'tkazadi. Mahallaning bolalari hammasi bo'sh, ana lagerga bormagan boshqa bolalar hammasi mana shu yerda mashg'ulotlar o'tkazadi. Yosh keksalar kelib aylanadi mana shu yerda, maroqli dam olib ketishadi. Undan tashqari yosh kattalar,
yoshlarga turli xildagi sport seksiyalari ochilgan. Ular kelib sport bilan shug'ullanishadi. Hamma sport turlari mujassam. Mana shu yerda xalqimiz ishdan bo'sh vaqtlarida mana shu yerda sport bilan shug'ullanib kelmoqdalar. Bu uchun hammamiz prezidentimizdan minnatdormiz. Butun Buxoro viloyati, Buxoro xalqi mana shu binoni qurib berganlar uchun, shu binoga tashabbuskor bo'lganlar uchun hammamiz xursandmiz. Mana shu yerda aholida Buxoro viloyatida mahalla fuqarolar yig'ini farzandlari, fuqarolarning o'zlari ishdan bo'sh vaqtlari kelib, mana shu yerda bemalol shug'ullanib, sog'lom turmush tarziga rioya qilgan holatda o'zlarini sog'liklarini asramoqdalar. Va albatta biz barcha professor o'qituvchilarimiz, talabalarimiz bilan birgalikda biz sportni ommalashtirishga o'z hissamizni qo'shishga birinchi o'rinda turishimiz kerak. Biz albatta hurmatli prezidentimizdan minnatdormiz. Albatta qo'limizdan kelgancha kelajak yoshni 3-renessansini davom ettirib, ularni sport bilan muntazam shug'ullanib, sog'lom turmush tarziga juda katta ahamiyatni ko'rsatishga o'z hissamizni qo'shamiz degan umiddaman. Bir vaqtlar qishda ko'chalarda va sharoitsiz zallarda mashg'ulot o'tagan ushbu bolakaylar bugun majmuaning issiq va zamonaviy jihozlangan sport zallarida shug'ullanmoqda. Endilikda ular qishning sovuq kunlarida ham qulay va xavfsiz muhitda mashg'ulotlar olib borish imkoniga ega. Bunyodkor kechki futbol treneriman. Bundan oldingi qishki kunlarimizda stadionlarimiz ko'chalarda, har xil joylarda trenovka o'tib yurardik. Qish paytlari qor yog'ib qolsa biz ko'chada edik, ozgina muammo bo'lib qolardi. Bu yerda hamma sharoitlar bor, razvalkalari bor, bolalar uchun cho'miladigan отдельный joylari bor, kiyim xonalari отдельный hammasi bor. Svetlar yonib turibdi, projektorlari zo'r hammasi. Bolalar maza qilib trenovka qilishyapti. Bundan oldinlari sovuqlarda bolalarimiz ketib qolishardi. Hozirda bolalarimiz ko'proq ko'payibdi. Hozir shunaqa sharoitlar yaratib berildi prezidentimiz tomonidan. Hammasi xursand hozir. Buxoro shahridagi mazkur majmua nafaqat sport inshooti, balki ma'naviy ma'rifiy maskan sifatida ham faoliyat olib bormoqda. Inshoot tarkibida zamonaviy kutubxona tashkil etilgan bo'lib, u sportchilar, murabbiy va yoshlar uchun qo'shimcha bilim manbai vazifasini bajaradi. Xona fondidan sport nazariyasi va metodikasi, jismoniy tarbiya, sog'lom turmush tarzi, psixologiya, menejment hamda turli sohalarga oid adabiyotlar o'rin olgan. Shuningdek, o'zbek va jahon adabiyoti namunalari, ensiklopedik nashrlar ham mavjud. Buxoro universal sport majmuasi nafaqat zamonaviy sport inshooti, balki jismoniy madaniyat va ommaviy sportni rivojlantirish markazi sifatida ham muhim ahamiyatga ega. Guvohi bo'lganingizdek, majmuada respublika va xalqaro miqyosdagi tadbirlarni yuqori saviyada o'tkazish uchun barcha zarur shart-sharoitlar yaratilgan. Bugun Buxoro shahridagi universal sport majmuasi aholi, ayniqsa yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini qaror toptirishga xizmat qilmoqda.